Yurtdoshlar, Texnolyuksda bahoriy aksiyalar boshlandi. Hali bunaqasi bo'lmagan, eng yangilikli zo'ri Texnolyuksda bo'lib turibdi. Kelasiz, xohlagan narsangizni sotib olasiz. Yonida podarkasi ham bor, yana skidkasi ham qo'yilgan. Oddiy misol, masalan, konditsionerlardan boshlayveramiz. Aksiyada bir narsani tushunib olgan yurtdoshlar, konditsionerning katta kichkinasi bo'ladi. Birsi kichikroq bo'ladi, birsi katta bo'ladi. Motor bloki shunga qarab olasiz. Arzoni 3 million bo'ladi, motori kichkina bo'ladi. Arzon bo'lgandan keyin obyomi kichkina bo'ladi. Katta, masalan, 40-50 kvadratga qo'yaman desangiz, konditsionerisi motori kattasini olasiz. 20 kvadrat bo'lsa, kichkinasidan xarid etib olasiz. Bir konditsioner xarid etib olasiz, evazini uyingizga kerak bo'lgan hamma narsangizni jihozlab beramiz. Duxovkasi, quyosh pechi, pilisosi, bankali bo'ladi, 3400 oborotlik, ko'kmora qozoni, termopoti, utki, chopperi, choyniki, yuqorida eng balandda turgan tifoli, inshoda turgan 10 dana narsani shundaylar tekinga qo'shib beramiz yurtdoshlar. Evazini bizdan bir dana konditsioner xarid etib olasiz. Xohlagan model Rolls bo'ladimi, Immer bo'ladimi, Avalon bo'ladimi, Zifler model, Oakma istalganini xarid etib olasiz yurtdoshlar. Shuni evazini 10 dana narsani shundaylar tekinga beramiz. Ustanovka, dostavka hammasi mut bo'ladi, tekin bo'ladi. Keyin konditsionerimizdan farqini aytib o'tamiz yurtdoshlar. Bu konditsionerlarimiz arzon tushadi, narxi 3 million so'm. Bu nechun 3 million so'm? Bu yerda o'lchamlari yoziladi motorni. 780 ga 328. Oling endi 5,5 millionlik konditsioner. Nechun 5,5 million? Buni farqi motorinda bo'ladi. Motor asosiy ishlab beradigan narsa motor bo'ladi. Buni motorni o'lchami 815 ga 350 bo'ladi. Bularning motori bloki katta bo'lgandan keyin 40-50 kvadratga bo'ladi. Bu narsa esa 3 millionlikka 20 kvadratga mo'ljallangan, har qasining o'zini puli bor. Bonzifler bo'ladi. 18likmi, 12likmi, 24likmi, Avalonmi, Artelmi, Ziflermi, xohlagan modeldan murojaat etib aytsangiz, o'zimiz tushuntirib, dostavka etib, ustanovka etib beramiz yurtdoshlar. Mutlaqo tekin bo'ladi ustanovka dostavkamiz. Xolodilniklarimizdan bahoriy aksiyani boshladik. Skidkani narxdan tushirdik, plus podarkasini ham qo'shib beramiz yurtdoshlar. Toza chiqqan xo'jaliklar uchun zo'r xolodilniklar oldirdik. Moroziniki oddiy, toza oddiy bo'ladi. Bir sovutkon narsangiz 24 soat ichida tutadi. Morozinlik 24 soat, xolodilnik 12 soat tutadi. Plus bahoriy aksiyasini size bir dana termopotini shundaylar tekinga qo'shib beramiz yurtdoshlar. Uni yonida professionalniy blender keldi bizga. Buni narxi 500-600 ming so'm turadi. Buni ham qo'shib beraman. Plus yonida bir dana svistok choynakini 3 dana sovg'asini tekinga toza xo'jalik uchun bu narsalarni shundaylar mutlaq tekin bo'ladi. Narxlar o'zgarmaydi. 2 million 900, 3 million sotilgan, 2 million 600, 2 million 500, 2 million 400 narxda bahoriy sovg'asini olib kelasiz yurtdoshlar. Texnolyuksga kelasiz, dostavka mutlaq tekin. Kichkina xolodilnik emas, katta xolodilnik olaman deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun oddiy bir boshqacha bahoriy aksiya qo'yib beraman. Bu yerda kelasiz, 5 milliondan baland bo'lgan shu yerda istalgan model xolodilnik xarid etib olasiz. Yonida sizga eng zo'ridan bir dana gaz plitasini tekinga qo'shib beramiz. Xohlagan modelni saylab olasiz. Uyingizda ballonda yaqasizmi, tabiiy gazda yaqasizmi? Farqi yo'q, gazni saylab olasiz. O'shadan 5 milliondan masalan 6,5 milliongacha eng katta xolodilniklarimiz 6,5 million bo'lsa, bir gaz plitasi dostavkasi tekin bo'ladi. Xolodilnikka endi qo'shib beriladigan gazning sifati yo'q deb ko'p odam aytadi ekan. Internetda men o'zim kommentariylarni ko'rdim. Bunday emas yurtdoshlar. O'shada masalan istalgan ina Ideal bor, Ario bor, Rolls bor, usti nirjavik cho'yilli, Ferre bor Turkiyaniki, Ferrening arzon bu varianti bor, 1 million 800liklari bor. Bu yerda 2 million 800liklari bor, 2,5liklari bor. Istalgan modelni sho'dan saylab olasiz. Xolodilnik evazini bir gazingiz size mut tushadi. Avtomat kir mashin qaraversizmi? Avtomat kir mashinning eng zo'rlari Texnolyuksda bizda aksiyasi ham zo'r bo'lib turibdi. Bir avtomat kir mashin xarid etib olasiz. Istalgan model 6 kilo bo'ladimi, 7 kilo bo'ladimi, 8 kilo, 10 kilogacha siz uchun oldirib qo'yibmiz yurtdoshlar. Endi shu ko'rib turgan 10 dana narsangizni bir avtomat kir mashina qo'shib beramiz yurtdoshlar. Bonusini bizdan talab kelganingiz uchun o'tik bosadon stolini, giyim kurtadan katta 2 etaj sushilkasini ham Texnolyuks tanlaganingiz uchun mutlaq tekin. Bu narsa sizga sovg'a bo'ladi. Mana bu golga qarang, Real o'zini uyida 1-0 o'tirib turibdi-da. Shundan ham o'yin bo'ldimi? Endi bu narxlardan tushib tashiman televizorda bo'lmaydi bu. 7,5 million so'm bo'lib turgan shu katta televizorda futbolni ko'rib turibsizmi?
Real o'ttirdi, настроениeni kaçırdı. 5,5 milyona tushirtmoqchiman bu televizorni. Yanındakini ham tushirtmoqchimiz 5,5 milyona 65liklarni. 55liklarni 5,5-6 milyona, 3,5 milyona tushirtmoqchiman. Shu yerda xohlaganini kelib olib ketarsizlar. 3,5 milyona skidka qo'yib beramiz buni narxini tushirib. Bular ham tushirtmoqchi beramiz narxini. 3 milyonliklarini 2 milyona, 2 milyonliklarini 1,5 milyona tushirib beramiz. Televizorlarni. Technolux'ta bahoriy aksiyalarimizdan unumli foydalanib qoling. Hammasi Technolux'ta kutib qolamiz. Yurtdoshlar telefon nomerlari yozib qoldiramiz. Telefon aytib murojaat qilib kelaverasiz. Biz shu yerda xizmatdamiz. LG pilisosimizning filtrlari обычный argo pilisosadan katta farq etadi. Sababi bunda двойной 2 filtr qo'yilgan bo'ladi. Birisi machalkali bo'ladi, qalin, ikkinchisi qog'oz filtr qo'yiladi. Bu yuviladi, bu qoqiladi. Bu narsadan chang o'tishi umuman mumkin emas. Pilisosin motoruna защита o'rnida qo'yilgan narsa bu. Al endi undan tashqari bu yoqda yana filtr qo'yilgan. Bu уже 3-filtr bo'ladi. Bundan o'tgani keyin yana bir filtr qo'yilgan. Bu degani motoruna umuman chang o'tmaydi. Chang o'tmagandan keyin pilisosimizning umri uzoq bo'ladi. 7 yillab, 8 yillab shunda ishlaydi pilisos. Agar filtr qanchalik yupqa bo'lsa, shu darajada chang tez o'tadi. Keyin komplekt nержавейкali turbosi bo'ladi. Zanglanmaydigan haqiqiy metal bo'ladi. Buni turbolari ham gelivi, buklangan vaqtda sinmaydi. Buni mabodo bog'lab bosib qo'ysam, yana sinmaydi bu narsamiz. Original pilisosda shunday bo'lib chiqadi. Bu qora bo'lib chiqsa, sinadon bo'ladi. Endi gelivi bo'lsa sinmaydi. Nasatkisi katta g'ol uchun, pol gilamlar uchun bir katta nasatki qo'yiladi. O'zi mashinalar uchun qo'shimcha divan, kreslo, mashina chexollarni tozalash uchun bir nasatki, o'g'illar uchun yana bir. O'sha 3 ta nasatki bo'ladi pilisosimizda. Shu komplektimda shu narsalar keladi. Garantiyasi ham bor, garantiyasi 3 yil. Pilisoslarimiz Artel model bor, Samsung modellarimiz ham bor. Istalgan modeldan kelib olasiz. Bankalar bo'ladimi? Agar kichkina kvartiralar bo'lsa, kichkina kvartiralar uchun kichkina pilisoslarimiz bor. 500 ming so'mligi bor, 600 ming so'mligi bor, kattaroq desa 800 bor, 850 bor, 750 bor. Xohlagan modeldan kelib xaridlar olsangiz bo'ladi. Technolux siz uchun aksiyani zo'rini qo'yib beradi. Chalak pilisoslarda ko'rgansiz 50% skidka bo'ladi. 2 million bo'lsa 1 million bo'ladi, 1 million 900 bo'lsa 900 mingga tushadi, 1 million 802 800 ming so'mga tushdi. Technolux'a kelasiz, xohlagan modelni saylab olaverasiz. Technolux'a 2 million so'mlik pilisos yetib keldi. Bizning do'konda Technolux'a 1 million 200 ming so'mga qo'yib beramiz. Namlab suv bilan vodinoy deb aytiladi, ichine suv solib qo'yiladi, hamma musi suvga tushadi. Ana bu pilisoslarimiz 5 ton bor, Inmer bor, bular suv tortadi. Bular narxi 1 million 800 800 tushirdik. Ana bular 1 million 900 900 ming so'mga tushirdik narxini. Mikrovolnovkalar narxlari 1 million 1 million 200 1 million 300 bo'lib turibdi. Bizning magazinda Technolux'da 750 1 2 3 4 modeli bir xil senada 750 dan qo'yib beramiz. Al endi undan kattaroq boshqa narsa, masalan, duxovkalar bor. Somsa pishiradigan, har xil narsalar pishirsa bo'ladi, baliq, tovuq. Bular narxlari 600 ming so'mdan 450 ming so'mga tushirdik. 650 likni ham 450 ga tushirdik. Artelni 800 dan sotib turardik, bularni 500 ga tushirdik. Al endi kattasidan 36 litr olaman desangiz, bular 1 milliondan sotilib turadi, 600 ming so'mga tushirdik. 36 litr 600 ming so'm. 42 litrliklari 1 million 200 adi. Bular narxini 700 ming so'mdan qo'yib beramiz. 42 lik 700 dan. Shunda hozir 450 dan boshlaydi, senasi tab 700 ming so'mda to'xtaydi. Eng kattasi 700 ming so'm bo'ladi. Al endi undan tashqari har xil so'kuv moykalarimiz keldi bu yerda. So'kuv moykalarning tur-turini oldirdik. Bosch firma deysizmi, Sony firma, istalgan modeldan bor. Bu yerda 300 ming so'mdan so'kuv moykalar boshlaydi, ta 1 milliongacha narxlari bor. Anor chiqaradigan so'kuv moykalar va professionalni 7-8 kilo narsani bir o'tirib chiqarsa bo'ladi. Shu so'kuv moykalarimizda Sony Fair kompaniyaniki bu shilikuy deb aytiladi. So'qni tabiiy chiqarib beradi. Gashir bo'ladimi, tulib bo'ladimi, olmami, anorni butun solib bersangiz ham shundaylar chiqarib beradi. Bular narxi 1 million 200 1 million 300 adi. Hozirgi kunda bizda 800 mingdan 700 mingdan ham topsangiz bo'ladi. Technolux'da shunday ajoyib yangiliklarni ko'rib borish uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Har doim shu yangilikni zo'rini sizlar uchun qo'yib beramiz. Yurtdoshlar, aksiyani ham, yangilikni ham zo'rini chiroylatib
videolarni joylab boramiz. Bizlarni kuzatib boring, bizlar xizmatdamiz.